Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Oralaringizda fizika fani bilan shug'ullanayotganlar bo'lsa, ular uchun maxsus Rimga 3 kitobidan masalalarning hamda nazariy savollarning yechimlarini o'rganib boramiz bugundan boshlab. Nazariy savol 4-savol. Boshlaydigan bo'lsak, quyidagi ko'rsatilgan hollarning qaysi birida o'rganilayotgan jismni moddiy nuqta deb qarash mumkin? Moddiy nuqta bu o'rganilayotgan qaralayotgan vaziyatga nisbatan o'lchamlarini inobatga olmasa ham bo'ladigan darajada kichik jismni shu vaziyatga nisbatan moddiy nuqta deb qarash mumkin. Traktorning tuproqqa nisbatan bosimini hisoblashda va raketaning ko'tarilish balandligini aniqlashda o'sha vaziyatga nisbatan ikkita holatda bu jismlarni biz moddiy nuqta deb qarashimiz mumkin. Chunki traktor ham joylashgan maydonga, yerga nisbatan moddiy nuqta deb qarasa bo'ladi. O'lchamlari juda kichik. Raketa esa fazoga nisbatan o'lchamlari juda kichik. Demak, bu holatda A va B javoblar. A va B variantlar. Bu nazariy savollar 6-7. Keyin 8-ga qaraydigan bo'lsak, taksida biz nimaga pul to'laymiz? Yo'lgami yoki ko'chishgami? Samolyotdachi? Yo'l nima? Yo'l deb o'zi jismning harakat trayektoriyasining uzunligiga yo'l deb aytamiz. Ko'chish esa jismni boshlang'ich va oxirgi nuqtalarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq kesmasi, bu ko'chish deb aytiladi. 8-masala. Olaylik, taksida shuni trayektoriya bo'ylab harakatlandi va A nuqtadan B nuqtaga yetib keldi. Bu yerda taksida biz yo'lga pul to'laymiz, samolyotda esa A nuqtadan B nuqtaga to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanib manzilga yetib keldi. Bu yerda esa ko'chishga pul to'lanadi. Keyingi masalamiz 9-masala. Koptok 3 metr balandlikdan polga tushdi va poldan qaytib ko'tarilayotganda 1 metr balandlikda tutib olindi. Koptok mana A nuqtadan tashlandi, B nuqtaga kelib tushdi va yana B nuqtadan sakrab C nuqtaga keldi. Bu yerda A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan masofa h 3 metr deb oladigan bo'lsak, uni bosib o'tgan yo'li bu nuqtaga keldi, yana harakatlanib 1 metr balandlikka tepaga chiqdi. Umumiy qilib hisobladigan bo'lsak, h1 plus h2 teng 4 metr bo'ladi. Bosib o'tgan yo'li. Ko'chishi esa boshlang'ich va oxirgi vaziyatlarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziq kesmasi edi. A nuqta va C nuqta oralig'idagi masofa. Buni qanday topamiz? A nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa, ya'ni h dan ayiramiz. H1 da A va C